Eliqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 68 umumta'lim maktabida haqiqiy savodxonlik bayrami Alif-Be bayrami ko'tarinki ruhda o'tdi. Bayram tadbiri O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat madhiyalari bilan boshlandi. Tadbir avvalida so'zga chiqqanlar kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarni bayram bilan qutlab, ularga o'qisharida omad hamda ulkan marralar tiladilar. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. 68-sonli ayrim fanlar chuqurlashtirib o'qitiladigan umumiy o'rta ta'lim maktabi ham ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida zamonaviy ta'lim maskaniga aylangan. Ta'lim dargohida o'qituvchilarning malakasini va ta'lim sifatini oshirishga katta e'tibor qaratilgan. Tadbir davomida maktab ostonasiga ilk bor qadam qo'ygan ustoz va murabbiylaridan ta'lim-tarbiya olgan jajji o'g'il-qizlar bugungi kunda o'z bilimlarini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Kichkintoylar alifbening har bir harfi bilan boshlanadigan she'rlarni yod oldilar va ularni mazmunli ijro etishdi. Bayram davomida birinchi sinf o'quvchilari o'zlari tayyorlagan she'rlarni ifodali tarzda o'qib berishdi. Go'zal so'zlar boshlayman, gavhar bo'lib yashayman, gul, giyoh, jo'raygan, gulzor chiroyli bilan. Hakka handalak, hunar, hovli, qarinchak bor mening sohishda, hatto humo qushida. Shuningdek, bolajonlar bir-biridan qiziqarli sahna ko'rinishlari va raqslarni namoyish etib, ularning ijodiy qobiliyati, sahna va nutq madaniyati namoyon bo'ldi. Har bir harf bilan bog'langan kichik she'rlar va chiqishlar orqali ular nafaqat o'z bilimlarini, balki ijodiy tafakkur va jamoaviy ishlash qobiliyatini ham ko'rsatdilar. Marosim yakunida Qorbobo bolajonlarga sovg'alar taqdim etib, ularni yangi muvaffaqiyatlarga chorladi. Alif-Be kitobi bilan xayrlashgan kichkintoylar endi o'qish kitobini qo'lga olishdi. Bu kitob ular uchun bilimlar olamiga yanada chuqurroq kirib borishda kalit bo'lib xizmat qiladi. Mana bugun O'zbekiston bo'ylab qo'shaloq bayram nishonlanmoqda. Shu qatorda bizning 68-ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflari mavjud maktabimizda ham 1A sinfida qizg'in bayram nishonlanmoqda. Barcha O'zbekistondagi Alif-Be bayramini nishonlayotgan o'quvchilar, ota-onalar barchalarini shu qo'shaloq bayram bilan chin dildan tabriklayman. Bayram tadbiri davomida katta sinf o'quvchilarining intellektual salohiyatini oshirish maqsadida zakovat intellektual o'yini ham tashkil qilindi. Maktab o'quvchilari o'z bilim, tafakkur va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Musobaqa davomida ishtirokchilar qiziqarli va mantiqiy savollarga javob berib, topqirlik va zukkolikdan dalolat berishdi. Men 68-sonli maktabning 11-sinf o'quvchisiman. Hozirda ingliz tili ona tili yo'nalishi bo'yicha kerakli barcha fanlardan sertifikatlarni qo'lga kiritdim va maksimal 189 ballga ega bo'ldim. Bu sertifikatlar ingliz tili fanidan IELTS 6,5, ona tilidan A darajali milliy sertifikat va majburiy fanlar uchun matematika hamda tarix fanlaridan C+ darajali sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Bundan tashqari 2024-2025 o'quv yilida tashkil etilgan fan olimpiadalarining ona tili adabiyot fani bo'yicha respublika bosqichiga faxrli 3-o'rin bilan yo'llanmani qo'lga kiritdim. Ushbu yutuqlarga erishishimda menga yaqindan yordam bergan o'qituvchilarimga, barcha yaqin insonlarimga va onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Biz kabi yoshlarga o'qish uchun, ilm olish uchun mana shunday sharoitlarni yaratib berayotgan davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har bir savol o'quvchilarni fikrlashga undab, ularning tezkor qaror qabul qilish va ijodkorlik ko'nikmalarini sinovdan o'tkazdi. G'oliblarga maktab rahbariyatining tashakkurnomasi va sovg'asi topshirildi.